Aholimiz tomonidan Biznes ombudsman Uzbekistan Airways bosh prokurorning mamlakat davlat fuqarolik xizmati. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugungi chiqishimiz orqali Biznesni rivojlantirish banki aksiyadorlik tijorat bankining 2024-yildagi faoliyati asosiy ko'rsatkichlari va erishilgan iqtisodiy natijalar haqida axborot berishni niyat qilganmiz. 2025-yilning 1-yanvar holatiga Biznesni rivojlantirish bankining umumiy kapitali 4 trillion 295 milliard 451 million so'mni tashkil etdi. Bank kapitali 1 trillion 115 milliard so'mga yoki 35,1% ga o'sgan. Bankning jami aktivlari 32 trillion 133 milliard 400 million so'mga yetdi. Jami aktivlar o'tgan yilga nisbatan 5 trillion 70 milliard so'mga oshdi. Bu 18,7% ga o'sishni anglatadi. Biznes rivojlantirish bankining daromad keltiruvchi aktivlari 26 trillion 802 milliard 115 million so'mga yetdi. Bankning daromad keltiruvchi aktivlari o'tgan yilga nisbatan 3 trillion 43 milliard so'mga oshdi yoki 12,8% ga o'sish kuzatildi. Daromad keltiruvchi aktivlarning bank jami aktivlaridagi ulushi 83,4% ga o'sgan. Bankdagi banklararo depozitlar qoldig'i 3 trillion 385 milliard 328 million so'mga yetdi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 2 trillion 822 milliard 540 million so'mga oshdi. 2025-yilning 1-yanvar holatiga Biznes rivojlantirish bankining kredit qo'yilmalari 22 trillion 530 milliard 800 million so'mga yetdi. Bu borada o'tgan yilga nisbatan 730 milliard 200 million so'mga yoki 3,3% ga o'sishga erishilgan. Bankdagi depozit baza 10 trillion 764 milliard 884 million so'mni tashkil etdi. O'tgan yilga nisbatan 1 trillion 346 milliard 206 million so'mga o'sishga erishilgan. Bu 14,3% ga o'sish demakdir. Bankimizning jami mijozlari soni 1 million 625 ming 105 tani tashkil etmoqda. Xususan, jismoniy mijozlar soni 1 million 543 ming 923 tani, yuridik shaxs maqomidagi mijozlar soni 81 ming 182 tani tashkil etdi. Bankimizdagi xizmat ko'rsatish ofislari soni bosh amaliyotlar boshqarmasi bilan birgalikda 59 ta, xalqaro pul o'tkazmalari shoxobchalari soni 156 ta, valyuta ayirboshlash shoxobchalari soni 186 ta, 24/7 rejimda ishlaydigan shoxobchalar soni 321 ta. Endi Biznes rivojlantirish banki tomonidan tadbirkorlik subyektlariga o'tgan yilda ajratilgan kreditlar haqida to'xtalib o'tsam. Kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash kompleks dasturi doirasida 49160 nafar tadbirkorga 4 trillion 835 milliard so'mlik, shu jumladan Biznes rivojlantirish banki tomonidan 17676 nafar tadbirkorga 1 trillion 737 milliard so'mlik kredit mablag'lari ajratildi. Buning natijasida 58900 ta yangi ish o'rinlari yaratilgan. Bankimizga respublika bo'yicha 648 ta mahalla biriktirilgan. 2024-yilda mazkur mahallalarda jami 1 trillion 500 milliard so'm kredit ajratilib, 473 ming nafar aholi bandligi ta'minlandi. Shundan 70 ming nafari doimiy ishga joylashtirildi, 403 ming nafari esa tadbirkorlikka jalb qilindi. Sayxunobod tajribasi asosida xonadonboy ishlash tizimi orqali har bir mahalladagi xonadonlarga jami 3992 ta moliyaviy paketlar, shu jumladan 21800 ta mikroloyihalar amalga oshirilib, 672 milliard so'm kredit ajratildi. Natijada 40102 nafar aholi bandligi ta'minlandi. Uychi tajribasi asosida 608 ta uchrashuvlar o'tkazilib, 6900 ta murojaatlar ko'rib chiqildi va hal qilindi. Buning natijasida 12600 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. 2024-yilda xotin-qizlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash maqsadida 18866 nafar ayollarga 919 milliard 800 million so'mlik kredit mablag'lari ajratib berildi. Bankimizga biriktirilgan mahallalarda 1868 nafar ayol tadbirkorlarga 122 milliard 900 million so'm miqdorida bank krediti yo'naltirildi. Buning samarasi o'laroq 3862 ta yangi ish o'rinlari vujudga keldi. Umuman olganda, Biznes rivojlantirish banki tomonidan 2024-yilda 7 trillion 300 milliard so'm kredit ajratildi. Biznes rivojlantirish banki kelgusida ham zamonaviy xizmatlarni ko'rsatish,
kichik biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash orqali xalqimiz va mijozlar ishonchini oqlashga intiladi. Ishonchingiz uchun, e'tiboringiz uchun rahmat. Aholimiz tomonidan Biznes ombudsman. O'zbekiston Airways Bosh prokurorning